Qur'ondan qancha yodladingiz? Hammasini. To'liq yodlab oldingizmi? Ha. Mashalloh. Mo'tabar yigit bo'libsiz-ku. Tillo yigit bo'libsiz. Siz oltin yigit bo'libsiz. Tirik Qur'on? Mashalloh. Xatmga o'tib bera olasizmi namozda? Ha. Ha, barakallah. Siz ismingiz nima o'g'lim? Muhammad Yahyo. Muhammad Yahyo qoriding. Muhammad Yahyo qori. Ha, barakallah. Necha yoshsiz? 7. 7 yosh, mashalloh. Qur'onni yodladingizmi o'g'lim? Qancha? Bir bor. Bir bor yodladingizmi? Allohu akbar. Hali maktabga chiqmadingiz-a? Endi chiqasiz. Maktabga chiqmasam bir bor yodlab oldingiz. Mashalloh. Siz ismingiz kim o'g'lim? Mening ismim Abdulfattoh. Abdulfattoh qori. Shundaymi? Siz qancha yodladingiz? Men 25 bor yodladim. Bu ukangizmi bu kishi? Ha. Qolib ketdingizmi ukangizdan? Ha. Qachon to'lov bo'ladi? Xudo xolisi bo'lib qoladi? Ha, bo'ldi. Ha, barakalloh. Necha yoshsiz o'g'lim? 13 yoshim. 13 yosh, ha? Barakalloh.